Xo'sh do'stlar, bugun sizlar bilan Pixel brendi monitorlarini katta obzorini qilamiz. Ko'ramiz nima afzallik pluslari va nima minus nedostatkalari borligini. Va do'stlar, videoning oxirida bitta savolga javob olamiz. Pixel monitorlari olishga arziydimi yoki ozgina qo'shib turib Redmi bilan MSI olib qo'ygan yaxshimikan? Birinchi modelimiz Pixel'ning eng arzon monitorlaridan biri. Hozirgi kunda Pixel PXG 27F. Do'stlar, bu oxirgi chiqqan variantlardan bo'ldi. Isriga bitta narsa aytaman, do'stlar, bu puliga prosta razriv mozga nimaligini xosligiga tushuntirib o'taman. Eng главный do'stlar faktori da внешний dizaynda bir oddiyroq qilingan. No, siz po fakt do'stlar bunaqa puliga 27 diagonalli Full HD IPS 200 Hz'li ekran xarid qilasiz do'stlar. Narxi do'stlar atigi $98. Даже $100 emas do'stlar, $98 bunaqa parametr. Aytishinglar mumkin, voy buni bilan Redmi bordi manaqa deb. No, po fakt do'stlar, Redmi ham zo'r monitor, o'zim ham Redmi ni ishlataman, o'zimda ham rosa ko'p bo'lgan. No, lekin do'stlar, u atigi 100 Hz bo'ladi va narxi $95. Объёмi esa $98 ga 200 Hz. Po fakt do'stlar, Redmi u такой офисный variant bo'lsa, bu уже do'stlar игровой monitorlarga juda ham yaqinlashgan bo'ladi. Sborka sifatini olgan bo'lsak do'stlar, bu monitorda такой maksimal oddiy variant qilingan. То есть tepasiga chiqmaydi, anaqa qilmaydi. No, po fakt olgan bo'lsak do'stlar, o'sha Redmi'lar ham, immersivlar ham hammasi do'stlar tepasiga chiqmaydigan, faqat naql regulirovkasi bilan, no, такой oddiy standartning korpusda yasalgan bo'ladi. No, baribir eng glавный plyusi do'stlar, crunching ilsa bo'ladi. $25 ga crunching olib qo'yasiz, ilib qo'yasiz, bo'ldi. Mazza qilib ishlatasiz bunaqa monitorlarni tepasiga chiqmaydigan noshkalilarni. Do'stlar, rang chiqazib berish qobiliyatiga keladigan bo'lsak, bu yerda takoy oddiyroq matrica qo'yilgan, vohmali emas, ranglar chiqazib berish bo'yicha. Shuning uchun takoy men professional dizayner va koloristiklarga umuman maslahat bera olmayman bunaqa monitorni. No, ofisning zadachi, takoy zerikkanda o'yinlar o'ynab turish uchun bu prosta ideal variant, ayniqsa narxiga. Bu monitor eng katta menga yoqqan joyi do'stlar, bu albatta upravleniyasi joystickda bo'lganligi do'stlar. Pixel bunday qimmat monitorlarni hali ko'rasizlar do'stlar, upravleniyasi knopkada bo'ladi. Har bir действие uchun knopka qo'yilgan. Bu juda ham noqulay narsa do'stlar, intuitivni tushunasiz va ko'p xato qilasiz do'stlar monitor nastroyga qotganingizda. Bunda esa do'stlar joystickni o'zi shunday qilib qo'yasiz va mazza qilib ishlaturasiz. Menimcha do'stlar, mana shu joystickni qolgan qimmatroq modellarga ayirib qo'yishsa, Pixellarga ishoninglar, вообще nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Xo'sh do'stlar, agarda minuslarga keladigan bo'lsak, bu monitorni endi, конечно, sborka sifatini aytib o'tdim do'stlar, chunki endi narxiga yarasha do'stlar, endi prezentatsiya qilish ham qiyin. Asosiy minuslardan bittasi po fakt do'stlar, bu boshqa minuslarni bu monitorda topa olmadim. Endi rang chiqazib berish ham, sborka sifat hammasini proshivkasi monitorni takoy oddiyroq qilingan. No, hamma mana shu minusi do'stlar annigilatsiya bo'lib ketadi, prosta narxni eshitganimizdan kelgan. Agarda aytaylik, bu monitor taxminan $135 atrofida turganda, $120 turganda, unda aytsa bo'lardi, bunaqa narsaga predirka qilsa bo'lardi. No, predirka qilib bo'lmaydi do'stlar, bunaqa narx turganda. Bu monitorni biz o'zimizda studiyada turgan Premier monitor bilan solishtirib ko'ramiz. 27 tali, u ham IPS Full HD, faqat 100 Hz bo'ladi. Do'stlar, rang chiqazib berish qobiliyatini ko'radigan bo'lsak, va ko'rib qo'yishimiz mumkin Pixel monitori Premier monitoriga nisbatan qanchalik yaxshiroq rang chiqazib bera olishini va hatto kontrastda ham farqi sezilarli darajada. Umumiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bu monitor haqida do'stlar, puliga prosta imba. Agarda sizga ofisga kerak bo'lsa, no, при этом zerikkaningizda o'yinlar o'ynab turaman desangiz va byudjetingiz $100 gacha bo'lsa, do'stlar, bu prosta imbalansli monitor. Bu pulga Redmi olsangiz ham bo'ladi, taxminan $3 arzonroq, no, u 100 Hz bo'ladi. Объёмi esa do'stlar 200 Hz. Rang chiqazib berish qobiliyati ham plus-minus bir xil, do'stlar, sborka sifati ham почти plus-minus bir xil. Buni ham normal kayf qilib ishlataman desangiz, crunching ilasiz va как будто бы do'stlar, bu yerda Pixel olib qo'ygan более выгодныйroqga o'xshaydi. Ikkinchi monitorimiz payti даже legenda bo'lishga ulgurgan Pixel PXG 27FX. Do'stlar, nimaga legenda degan sababi bor? Chunki 3-4 yil oldin agarda kompyuterxonaga yoki uyingizga 280 Hz lik monitor olgingiz kelsa, po fakt do'stlar, bitta dona monitor bo'lardi. U ham Asus TUF Gaming VG279QM. Do'stlar, narxi prosta ot kallasi bo'lardi. Taxminan $400 atrofi. Do'stlar, u paytda kompyuterxonalar ham noiloj, agarda katta girsovkali takoy sifatli monitor xohlasa, faqatgina shu Asus qo'yilardi. Maksimum 240 Hz ga Samsunglar bo'lardi va shu bilan bo'ldi do'stlar. Shu bilan assortiment
tugadi. No lekin do'stlar shu paytda как раз mana shu model kelib qoldi и просто bozorda portlatib yubordi. Hamma kompyuterxonalar do'stlar mana shu monitor qo'yishni boshladi и o'zini paytida do'stlar просто такой bum bo'ldi. Chunki Asusdan 2-3 barobar arzonroq po faktu и по факту do'stlar kompyuterxonani egalariga va kompyuter o'ynayotgan odamlarga bu bo'lishim yetadigan daraja. Tan olish kerak, конечно, Asus bilan именно sifat darajasi boshqa, no lekin do'stlar texnik parametrlar oladigan bo'lsak, qog'ozda bu конечно do'stlar narx arzonligi hisobiga ancha приятныйroq bo'ldi. Va kerakli do'stlar, texnik parametrni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'rib qo'yishimiz mumkin, 27 diagonali Full HD IPS matritsa o'rnatilgan. No lekin do'stlar, IPS matritsa bu yerda vohmalikdan emas va tsvetoperedachasi do'stlar bu yerda takoy oddiyroq, takoy o'rtaga yaqin desa ham bo'ladi. Shuning uchun agarda siz qanaqadir koloristika bilan yoki video montaj shunaqa ishlar bilan shug'ullansangiz, do'stlar bu monitor sizga maslahat bermagan bo'lardim. No o'yinlarga do'stlar, ayniqsa kibersportiv, CS ga, Dotaga boshqasiga bu bo'lishim yetadigan daraja. Gertsiga keladigan bo'lsak, bu yerda 280 botda va 1 millisekund o'tligi bilan va do'stlar paytiga bu juda ham yaxshi pokazatelda, даже yuqori pokazatel desa ham bo'ladi. Da, hozir 610 Hz monitorlar ham chiqib ketgan. No do'stlar, bitta narsani tan olish kerak. Hozirgi kunda ham 280 Hz bu normal turibdi va ko'pchilik hozir 240 Hz monitorlar olishyapti. Bu yerda esa narx 280 bo'ladi. Bu monitorda men CS2 ni ganyat qilib o'ynab ko'rdim va do'stlar o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, 280 Hz baribir ozgina planisini beradi va kayf qilib o'ynashga do'stlar bo'lishim yetadigan natija. Do'stlar bitta narsa aytaman, hozir 360 Hz bor, 380, 510. No lekin do'stlar bitta narsani tushuninglar, girsovka qancha yuqori bo'lsa, shuncha girsovkani siz realizatsiya qila olishingiz kerak bo'ladi va agar realizatsiya qila olmasangiz bunaqa girsovkani, ya'ni zadrot professional darajada o'ynay olmasangiz, do'stlar sizga po faktu 1 tillik преимущество ham yo'q. И по факту do'stlar 500 Hz monitor bilan 240 Hz monitor oldida ishlatib ko'rdim va shaxsan o'zimga do'stlar hech qanaqa преимущество olamadim, chunki do'stlar men CS2da просто любительman. Agar siz zadrot кейсер bo'lsangiz, FaceIT 910 uringiz bo'lsa, sizga farq berishi mumkin. Takoy процент darajada. Do'stlar, bitta narsani ayta olaman. Bu yerda zadержкasi 1 millisekund deyilgan. No, po fakt do'stlar, 1 millisekund bu hamma brendda marketing do'stlar, shuni bilib qo'yinglar. Kimdir 3, kimdir 5 chiqadi, realisi. No, bu yerda zadержкasi по сути почти bilinmadi va haqiqatga yaqinroq zadержка bo'ldi. Umumiy fikrimni aytadigan bo'lsam, do'stlar, bu monitor bo'yicha paytida juda ham zo'r monitorda 280 Hz haligacha do'stlar приятный ощущение beradi. No, lekin do'stlar, narxi taxminan $145 turibdi bozorda. Pixelli o'zida bunaqa narx diapazonida taxminan ozgina qo'shib tursanglar, bundan interesnayroq variantlar olsa bo'ladi va keyingi monitorimiz aynan shunisi. 3-modelimiz Pixelli eng yaxshi ko'rgan monitorlarimdan biri va paytida birinchi obzor qilgan monitorlarimdan bo'ladi va nimaga shu monitorni yaxshi ko'rishimni do'stlar hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Bu monitor nimaga bunchalik yaxshi ko'rishimning sababi bor do'stlar. Paytida obzor qilganimda taxminan $170-175 atrofida turardi va bunga siz qanaqa texnik parametr olishingizni prosta eshitib ko'ring. 27 diagonalli Quad HD Full HD emas do'stlar, ya'ni 2K Quad HD разрешениялы do'stlar, IPS обязательно va 240 Hz Carol do'stlar. Bunaqa texnik parametrli monitor prosta bozorda yo'q edi do'stlar. Redmi'dan bordi, где-то $35-40 qimmatroq. No, unda atiga 180 Hz bo'lardi. Bunda esa do'stlar narx 240 Hz. Bu nimaga yaxshi ko'rganim sababi do'stlar, chunki narx va sifat sootnosheniyasi bu monitorda eng topoy bo'lgan. Va hozirgi paytda oladigan bo'lsak, do'stlar, narx taxminan $155 ga tushib ketdi. Do'stlar, bunaqa narx diapazonida buni prosta konkurentlari yo'q do'stlar. Redmi'dan chiqqan, MSI'dan ham bor, lekin do'stlar, ular уже qimmatroq modellar bo'ladi. Rang chiqaz berish qobiliyatiga keladigan bo'lsak, do'stlar, oldingi modelimizga nisbatan bu yerda endi, конечно, yangiroq, razрешенияsi yuqoriroq matritsa turibdi va do'stlar, rang chiqaz berish qobiliyati bu yerda yuqoriroq darajada va невооруженный ko'z bilan ko'rishingiz mumkin do'stlar, prosta razницasi слишком bilinyapti. Va bu monitorni do'stlar o'zini paytida chiqqan konkurent bilan solishtirib ko'ramiz. Redmi brendidan o'zimizdan studiyada montaj ishlatilgan monitorimiz 27 diagonalli 2K 180 Hz bo'ladi. Va do'stlar, agarda yonma-yon qo'yib solishtirgan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Ikkala monitorni ham заводской настройка test qildik va bu yerda Redmi ranglarni sal sochniroq qilib ko'rsatdi, Pixel esa kontrasti balandroq bo'ldi. Hamda do'stlar, monitorlarimizning matritsasini ishlab chiqaradigan brendlar ham farqli. Redmi'da bu do'stlar asosan Panda bo'lsa, eng arzonchi matrisalar ishlab chiqaradigan, Pixel esa bu do'stlar bo'yi bilan HTC va AO уже qimmatroq kategoriya. Gertsovkasiga keladigan bo'lsak, do'stlar, bu yerda 240 Hz 1 millisekund o'tligi bilan do'stlar aytib o'tganimdek, bu prosta patolog выше крыши do'stlar, bunaqa razрешение uchun aytib o'taman nimaga. Chunki do'stlar, agarda Full HD bo'lganda, aytishim mumkin, sporlasanglar bo'lardi. Men kibersportsmenman, men zadrotman, men 360 dan
kami kerak emas deb. No lekin do'stlar, bu yerda Full HD emas, Quad HD bo'lgani hisobiga po fakt do'stlar, bunaqa razresheniyada o'yinlar o'zi po fakt do'stlar 60 FPS dan tepa o'ynalmaydi agar AAA grafikali o'yinlarni oladigan bo'lsak. Da Call of Duty shunga o'xshagandagi shooterlarni o'ynashingiz mumkin, 2 ga yuqori nastroykada. No shunga yarasha endi video karta kompyuter ham bo'lish kerak. O'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman do'stlar, 240 Hz da Full HD da mana shu mamnundob, 2K da tim bo'li do'stlar, mamnundob. Natija komfort bilan o'ynash uchun sizga ancha yetib beradigan xarakteristika qo'yilgan bu monitorda. Sborka sifatiga keladigan bo'lsak, oldingi monitorimiz qanday bo'lgan bo'lsa, bunisi ham xuddi shunaqa. Asosiy farqi do'stlar, prosta bu yerda ekrani boshqasi qo'yilgan. No, bunaqa byudjetda do'stlar, bunaqa narsalarga qarash menimcha noto'g'ri. Agarda shu monitorga ball berish kerak bo'lgan bo'lsa, men 10 dan 8 ball bergan bo'lardim va bu do'stlar Pixel brendining ichidagi narxiga eng arziydigan monitor mana shu bo'ladi do'stlar va universal monitor xohlasanglar, qimmat bo'lmagan byudjetga do'stlar, prosta mana shuni olib qo'yinglar bo'ldi. O'yinga ham ishga ham hammasiga to'g'ri kelaveradi. Va 4-monitorimizda Pixel brendining hozirgi kunda eng topoviy va qimmat bo'lgan modeli Pixel PXG 27FY. Esingizda bo'lsa, Instagramga bu monitor haqida biz video rolik olgandik, faqat yo'da qisqaroq bo'lgandi informatsiya. Endi esa do'stlar sizlarga более подробныйroq qilib bu monitor haqida ko'rsatib gapirib beraman. Texnik parametrga o'tirgan bo'lsak, do'stlar, bu yerda 27 diagonalli Full HD Fast IPS matritsa turibdi. Va do'stlar, asosiy parametrni olgan bo'lsak, nimaga bu yerda 27 qo'yilgan 25 emasdi? Chunki do'stlar 27 diagonal bu universal bo'ladi. Va tan olinglar, monitorlar faqat PS2 ni bosib o'ynab o'tirmaysizlar. YouTube ko'rgilari keladi, ozgina ishlab ko'rgilari keladi, boshqa o'yinlarni ham o'ynagingiz keladi. Shuning uchun meni fikrim bo'yicha 27 diagonal bu yerda более оправданныйroq, чем 25 qo'yib qo'yganda. Do'stlar, rang chiqaz berishini keladigan bo'lsak, oldingi monitorlarga nisbatan bu yuqori gertsovkali va darajasi yuqoriroq bo'lgan matritsa qo'yilgan hisobiga tsveta передачasi ham bo'lib bu yerda приятныйroq va сочныйroq turibdi. Albatta, nastroykasiga kirib tsveta korreksiyasini o'ziga to'g'rilab olsangiz bo'ladi yoki agar boy bo'lsangiz kalibratordan ham to'g'rilasangiz bo'ladi. No, в принципе, do'stlar, o'yinlarga qanaqadir рабочий ishlarga bu bemalol yetib beradi. No, lekin do'stlar, agar siz professional sohada bo'lsangiz, qanaqadir koloristika yoki qanaqadir dizayner bo'lsangiz, do'stlar, конечно, bu monitor sizga maslahat bera olmayman. Chunki bunaqa byudjetga более выгодныйroq variantlar bor. Ayniqsa именно цвета передачasi именно yuqori bo'lgan modellar, aynan professionallar uchun chiqarilgan. Va do'stlar, keyingi parametrga o'tirgan bo'lsak, albatta yuqori gertsovkasi, ya'ni 520 Hz zaявленныйsi. Do'stlar, ko'rib qo'yishimiz mumkin, UFO testga qo'ydik bu monitorni va reально 520 Hz bor, тем более IPS bo'lgani hisobiga, VA bo'lmagani hisobiga bu yerda ko'rishimiz mumkin, shleiflar почти bilinmayapti va o'yinga kirib ko'rsak, mana shu 520 Hz оправдать qilish uchun va ko'rib qo'yishimiz mumkin do'stlar, 520 Hz da qaysi momentda effekt beradi, no tan olish kerak do'stlar. O'zim rosa ko'p katkalar o'ynab ko'rdim. Endi men o'zim kibersportsmen bo'lmaganim hisobiga bunaqa katta gertsovkani men realizatsiya qilib bera olmayman. Agar oranglarda kimdir bo'lsa, именно professional darajada o'ynasa yoki okolo professional darajada aytaylik Faceit'da polnijada 9-10 gacha ko'tarib qo'ygan, to bunaqa gertsovkali monitorlar sizga преимуществоsi albatta beradi. Agar menga o'xshagan любитель bo'lsangiz, zerikanda PS2 kiritib turgan do'stlar, bunaqa katta gertsovka sizga hech nima решать qilmaydi. Tashqi ko'rinishi va sborka sifatiga keladigan bo'lsak, do'stlar, bu yerda klassический pixel dizayni oldingi monitorlar примерно qanaqa bo'lgan bo'lsa, bu ham примерно do'stlar shunaqa ko'rinishi, to есть qolipi bitta bo'lsa ham bo'ladi, asosan matritsasi o'zgargan. Va do'stlar, sborka sifatiga keladigan bo'lsak, bu yerda MSI, Asus, Redmi lar bu yerda sal teparoq turadi do'stlar, agar analogik variantlarni olgan bo'lsak, imенно ishlatilgan materiallar va sborka sifatida. Do'stlar, Pixel dealer bilan gaplashib ko'rganimda buni ham aytishdi. U brendlar mana shu hisobiga ham qimmatroq, brendning natseniyasi ham bor deb. No, lekin do'stlar, Pixelning eng asosiy plusi ular ichlari bo'yicha ular korpusi yetarli darajada qimmat bo'lmagan holda qilishyapti, чтобы доступныйroq bo'lish uchun asosiy uporni ular matritsaga berishyapti. Ya'ni monitorni sizga 90% kerak joyi albatta do'stlar matritsa bo'ladi va asosiy upor hammasi majlisga ketgan. Korpus boshqa joylari esa do'stlar yetarli darajada qilib berishgan. Va shuning uchun do'stlar, narxi bilan solishtirgan bo'lsak, taxminan 4 million atrofida turibdi bunaqa monitor. Meni fikrim bo'yicha-da puliga реально оправданный. Chunki bitta crunchdan kelib qo'yasiz bo'ldi do'stlar, qanaqa noshga turibdi, qanaqa sifat, вообще ishingiz bo'lmaydi. No, конечно, xohlardim do'stlar, bu ham такой Asusdagi korpuslar, такой подсветка, такой прошивкasi ham, кстати, do'stlar, bu yerda oddiyroq qo'yilgan pрошивкасini ham Asusdagi odam xohlardi. No, lekin do'stlar, bunaqa pulga yana nima xohlayapmiz. Po faktu olgan bo'lsa-da, texnik parametrlar do'stlar, bu reально puliga arziydigan monitor. No, sborka sifati bo'yicha do'stlar, конечно, sal bo'lib yaxshiroq variant xohlagan bo'lardi. No, bu chista meni
fikrim. Mana shunaqa gapli do'stlar, obzorimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmaysizlar va so'nggi fikrimni aytadigan bo'lsam, Pixel bo'yicha bilishingiz uchun do'stlar, Pixel bu o'zimizning milliy brendimiz hisoblanadi. Ya'ni o'zimizning lokalniy brend, O'zbekistonniki. Da sborkasi, zapchastlari hammasi Xitoyda bo'ladi. No, po fakt do'stlar, o'zimizning lokalniy brendlarni olgan bo'lsak, bu bitta dona brend, который boshqa zarubejniy, ya'ni chet ellik brendlar bilan bemalol raqobatlashib olayotganligini do'stlar, Redmi va boshqa brendlar bilan raqobatlashib olyapti va da Imir Zifler boshqalar ham bor, no, po fakt do'stlar, ular konkurensiyadan не выдерживают agar mana shu monitorlar bilan solishtiradigan bo'lsak. Va do'stlar, mana shu monitorlarni bizga obzorga berib turgan albatta G-Shop'dagi do'stlarimizga addushi rahmat deymiz va mana shu hamma monitorlarni ularning do'konidan xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda ссылка qoldirib ketdim do'konligiga. Va do'stlar, keyingi safar Pixel monitorlarini boshqa modellari, ya'ni 34 talik, 25 talik boshqa diagonal monitorlar haqida ham mana katta obzor qilamiz va shu obzor tezroq chiqishini xohlasanglar, albatta like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Va do'stlar, bizlarni agar qo'llab-quvvatlasanglar, keyingi safar bundan ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Va do'stlar, sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha